Hop o'rtoqlar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan ChatGPT Plus'ni bir oyga bepulga olishni o'rgataman. Bir oy davomida bepul tarzda bu tarifdan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun past joyga o'tib olamiz, ya'ni akkaunt bo'limiga. Ustiga bosib, обновить planni bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 3-qatorda plus tarifi turibdi. O'zi oldin bu tarifni $20 ga sotib olardik. Oylik obunasi $20 edi. Привет na plusga bosamiz. Bu joyga viza kartamizning ma'lumotlarini kiritamiz. Misol uchun 00 55 bu joyga o'sha kartamizning srokini yozamiz. Saqlanib my informatsiyani bosib, telefon nomerimizni kiritamiz. Bu joyga ism familiyamizni, xatolik ketdi, Bahodir. O'zbekiston adres strokiga, misol uchun Toshkent. Botga o'zingizlarning hududingizlarni pochta indeksini kiritasizlar. Misol uchun 100 Garodga. Misol uchun provinsiyaga. Toshkent viloyati bo'lmasa, Toshkent pastda bor ekan, buni kiritib qo'yamiz. Barcha daniylarni kiritib bo'lgandan keyin bu o'ng tarafda подписать на плюс bor. Shu подписать на плюsni bosamiz. Saqlanib. Menda nimaga olinmadi desanglar, men bu obunani olib bo'lganman, faqat boshqa akkauntimda. Bitta nomga, bitta akkauntga olsanglar bo'ladi. Hozir o'sha akkauntimni ko'rsataman. Mana plus tarifida turibdi. Bepulga olganman. Bir oy davomida bepulga foydalanaman. Mana 14-fevralda obuna tugaydi. Agar keyinchalik ham bu tarifdan foydalanaman desanglar, o'sha viza kartaga pul tashab qo'yasizlar. Agar ishlatmasanglar, o'sha 1-2 kun oldin kartalarni uzib qo'yasizlar. Bo'lmasam pul yechib olishi mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.